Tushuntirib qo'yaman o'zi. Qiynalib qolasan. O'chir mashinani. Tinchlikmi aka? Kech qoldik ju. Strecham bor edi. Aka, kech qoladigan bo'lsangiz, ertaroq zakaz qilmamsiz taksida aka? Men 3 minutda keldim aka. Eslilik qilma menga. Tushunmadim o'zi aka. Tushuntirib qo'yaman o'zi. Qiynalib qolasan. Hozir nima bo'lyapti aka? Kech qolsangiz men pirchon bu yerda. Ko'p gapirma, kech qoldik dedimmi, kech qoldik. Uka, tanimading shekilli ham meni. Bir surishtirib olasan meni. Kim bo'lasiz aka? Shun bola degani men bo'laman. Ras keldin ukam. Nechta pul bo'ldi mendan? Aka 100 rubl oldu platniy ajdaniya bilan. Ana 5000 rubl uka. Aka bunga zdat yo'q-da menda hozir. Sendan ikimiz zat so'rayapti. Tushunmadim aka hozir. Mengami? Senga ukam. Mana 5000 rubl uka отдельный. Hop. Voshim bundan keyin menga ko'zimga ko'rinmagan. Zo'rman debsiz zo'r bo'ling iloyim. Bilib qo'ying, zo'rlar bo'lar muloyim. Azizlar, prostoy odam qolmabdi. Bu eka gapirgan yerda haqiqat jim turar ekan. Fikrlaringni kutaman kommentda.